Qo'nga bizga вообще chiroyli bo'lgan pomadalar keldi. Qarang, mana bunaqa blesklar ham rosa chiroylilari keldi. Menga eng yoqqani mana bu 2 в 1. Ham surganlarda chiroyli rangi bor, illa rosa ham chiroyli blesk beradi. Hozir men sizlarga bitta ochib ko'rsataman bularni. Birinchi mana bu rangi. Mana bu rangini qaranglar, shunaqa chiroyli-da. Ko'rasizlarmi? Вообще chiroyli. Hozir surib ham ko'rsatib beraman buni. Mana bu rangi ham, mana. Kimga persikoviy ranglar yoqsa, nежный rang yoqsa, mana. Rosa chiroyli, eng xatavoy chiroyli ranglarda kelgan. Bunisi ham persik rangda, lekin prям bleski bor ichida. Ko'rasizlarmi? Bleskini вообще chiroyli. Bilasizlar, oddiy pomadalarni bundoq surganlarda blesk bo'lishi modaga chiqdi-ku, lekin har qator chiroyli turar ekan deyapti. Mana bunaqa bisvetniy bo'lgan, lekin rosa ham chiroyli bo'lgan blesk. Blesk qaranglar. Chiroyli o'zbisi ham bor. Hozir ham ko'rsataman. Shunaqa labeli sochni, shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Men bilan mataviyda, mana bu 3 tasi blesk. Bunisi prям blesk pomada. Agar buni surib, ustidan mana bunaqa blesk sursanglar, вообще asal bo'lsa kerak, hozirlarga surib ko'rsataman. Zo'ra qaranglar, oynaga o'xshab yaltillashini qaranglar. O'zi menga to'g'risini aytaman, menga ko'proq matoviy pomadalar yoqadi, lekin bleski boshqalar labida ko'rsam shunaqa surgim keladi, shunaqa chiroyli turadi-da, lekin как будто o'zimga sursam uncha yarashmayotgandek tuyuladi. Sizlarga ham shunaqami? Bunda surganda yoqadi-da, lekin baribir nimagadir matoviy pomadani surib olaman men o'chib. Menga mana mash rangi ham rosa yoqyapti, qaranglar. Rozvida, da, o'sha chiroyli. Bitning bo'lgan blesk surib ko'ramiz. Bu bleski juda ham kuchli. Endi men bu persik rangligini surib ko'raman. Bu prям o'zingizlar labizdagi chiroyli bo'lib ko'rinib turarkan. Men agar o'zimga tanlayotgan bo'lsam, menga ko'proq ro'zviy rangi yoqdi. Agar kimga persikoviy ranglar yoqsa, misol uchun to'qroq qalamlar bilan ustdan buni qilsanglar ham rosa chiroyli ko'rinadi. Bleskli pomada xohlasanglar, ikkitasi bittada bo'lgan pomadamiz. Mana bu do'konda buni 3 xil rangidan bor. Ro'zviy, to'q ro'zviy, mana shunaqa persik rangi. Surganinglarda ham bleska bo'ladi, labilarda ham chiroyli bo'lib turadi, labilarda sochni bo'ladi. Men o'zimga mana bu ro'zviy rangini tanladim va ro'zviy rangini surib oldim. Sizlarga qaysi rangi yoqdi va qaysi rangini sotib olgan bo'lardingiz? Yozib ketinglar.